Господа, сообщение чрезвычайной важности. Командующий группировкой... General-polkovnik Royal buyruq topshirib oldi. Akors bugun kechadan boshlab plan bo'yicha Balqondan chekinadi. Afandilar, o'ltiringlar. Belgrad qo'ldan ketdi. Rossiya qo'shinlari shimol tarafdan bizga yaqinlashib kelmoqda. Yugoslaviyaning hamma yerini partizanlar qoplab ketdi. Biz Balqon yarim orolida intayin qiyin ahvolga tushib qoldik. Hozir qo'limizda Donay daryosining janubidagi tosh yo'li qoldi. Agar general-polkovnik Royalning qo'shinlari chekilib bo'lishidan ilgari dushmanlar bu tosh yo'lni ishg'ol qilib olsa, A korpus qo'rshovda qoladi. O chaqda biz 20 diviziyadan ayrilib qolamiz. Hozir Germaniyani qo'g'dashda mush 20 diviziyaga tayinamiz. Hozirgi vaziyat mana shunday. Bizning vazifamiz qo'shinlarimizdan Gretsiya va Yugoslaviyadan tezlik chekinishga kafolat qilishdan iborat. Eng muhimi yiqilg'u. Hal qilish chorasi mana bu yerda. Sarayevo shahri tarixda Birinchi Dunyo urushining portlashiga sababchi bo'lgan. Hozir Ikkinchi Dunyo urushining oxirlashida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Sarayevo bizning A korpusini yiqilg'i bilan ta'minlaydigan bazamiz bo'lib qoladi. Hozir podpolkovnik Agin Lofer harakat planini ijro qilishning maqsadini tushuntirib o'tadi. Marhamat Agin. Bizning birovning qismlarimiz Salonikdan yo'lga chiqib, Skopli, Olester va Veshgorodni besib o'tib Sarayevoga yetib keladi. Ondan g'arb shimol taraf qarab davomli chekindi. Qismning yiqilg'isi Veshgorodga kelishga yetadi. Lofer harakat planining maqsadi Sarayevo Maysklatidagi yiqilg'ini bir amal qilib, Veshgorodga yetkazishdan iborat. Yiqilg'i Sarayevodan Veshgorodgacha bo'lgan temir yo'l liniyasi to'shiladi. Biz Lofer harakat planini amalga oshirish uchun temir yo'l liniyasini qattiq muhofaza qilishimiz, maxfiyatlikni qat'iy saqlashimiz kerak. Вы, подполковник Хаген, отправитесь в Сараево и сами проследите за выполнением этих условий. Есть вопросы? У меня. Чем гарантируется секретность операции Лауфер, господин подполковник? На этот вопрос ответит господин Вайланд из Абвера. Прошу, господин Вайланд. Вы позволите доверительно? Мы просим об этом. Обстановка в Сараеве не благоприятствует осуществлению этого плана. Подпольщики в этом городе действуют решительно и дерзко. Это какой-то невидимый фронт. И этим фронтом командует опытный разведчик. Его кличка Вальтер. Этот фронт должен быть ликвидирован до начала нашей операции. В несколько дней невозможно. Думаете, для штандартенфюрера фон Дитриха невозможно? Фон Дитриха? Это меняет дело. Но вам, господин генерал, очевидно известно, что штандартенфюрер фон Дитрих направлен на Легию с ответственной миссией. Это не так. Полковник фон Дитрих Sarajevoga berib bo'ldi.
Красивый город. Верно, Бишоп? Да, но неспокойный. Как раз время успокоить его. Мне запомнились стихи одного боснийского поэта. Воля Господня над гонимым, воля Господня над гонителем. Над гонимым? Не знаю, как кто. А лично я рожден гонителем. Дело привычно. Bu adet meselesi. Sizning Walterni izlayotganingizga qancha vaqt bo'ldi? 1 yil. 1 yildan oshdi polkovnik efendi. Birer jip topa oldingizmi, Besov? Yo'q. Men shunday his qilyapman. Polkovnik efendi, men nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatdim. 100 dan ortiq odamni so'roq qildim. Biroq hech bir natija chiqmaydi. Uning kimligini hech kim bilmaydi. Men shunda qasam qilamanki, Walter arvohning o'zi ekan. Unda kishining bor yoki yo'qligidan gumonlanyapman. Men jin shaytonning mavjudligiga ishonmayman, Besov. U rostla mavjud. U mushu shaharda harakat qilmoqda. Walter, ish bitdi, yigitlar, tez qochaylik. Tez şunlar. Çapsana. Ormanlık aktırınlar. Tez kaçaylı, Nimisler geldi. Çapsan kaçaylı. Doktor! Doktor değil mi? Doktor! Yani doktordan o çıkırma! Doktor değil mi? Çapsan kaçaylı. Hey! Doktor! Xeyr xoş, Walter. O geldi. Hay gitler. Dokulat, polkovnik, vazifani o'rinladim. Ko'rikni portlatib etdim. Nihoyat yaxshi qildingiz. Biroq kutilmagan ahvol yuz berdi. Charlash atratiga uchrab qolishimni o'ylamabdi ekanman. Beso, hech qanday ishga duch kelmaydiganligim to'g'risida va'da qilgandingiz-ku. Starshey leytenant efendim, gapimga quloq soling. Xudo haqqi.
Harbiy unvonimni otimisingiz-ku. Meni kontir deb atashga nemishqa odatlanmaydigansiz. Kontir. Men charlash atratiga charlashni to'xtatish haqida buyruq tushagan. Sizlar yo'ldan tasodifiy o'tib qolgan askarlarga uchrab qolibsizlar. Belidan 5 nafar nemis qazo topdi. Texmi eg'ir shuki, men kallamda ayrilgan tas qoldim. Kontir. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Aytmayli qo'yinglar. Которые неизбежны. Не стоит к этому возвращаться. Прошу, господа. А знаете, нам на пользу это недоразумение. Вы, как подлинный партизан, стреляли в немецких солдат. Если у кого-нибудь и были сомнения в том, что вы Вальтер, их больше нет. На этот счет их ни у кого и не было. Тем лучше. И так все идет по плану. Вы теперь Вальтер, и оперативно в 3 дня создали подпольный комитет. Это большой успех. Кстати, это наш стрелец связал Кондора с подпольщиками. Уверяю вас, далось это нелегко. Но, насколько мне известно, ваш стрелец еще недавно сочувствовал партизанам. А сейчас нам сочувствует. Пришлось сочувствовать. Я не люблю перебежчиков. Стрелец будет полезен в комитете. Сколько там людей? Всего 5. 1 подставной, 4 действительно партизаны. Достаточно. Прошу вас. Но в дальнейшем расширяйте организацию. Знакомьтесь со стилем Вальтера, следуйте ему даже в мелочах. Копия должна быть верна оригиналу. Надеюсь, что копия окажется лучше оригинала. Не надейтесь, Кондор. Задачи труднее у вас еще не было. У вас до начала операции «Лауфер» всего 7 дней. Доставка горючего нашим бронетанковым частям должна пройти быстро и в полной тайне. Отвечаете за это вы. Вальтеру надо будет создать такие обстоятельства, в которых он вынужден будет думать только о спасении своих людей. Чтоб ничто другое ему и в голову не приходило, особенно операция «Лауфер». Понимаю, я буду сообщать фамилии подпольщиков, шифры, пароли, каналы связи. А Бишев и его люди пусть займутся остальным. Бишев сразу и приступит. Гауптштурмфюрер, сегодня ночью банда Вальтера совершила новую диверсию, взорвав мост. Убито 5 немецких солдат. Эта дерзкая акция не должна пройти безнаказанно. Да, господин штандартенфюрер. Бишев, только я вас предупреждаю. Одного из служащих дороги брать нельзя. Кто это? Обходчик. Его зовут Оберн, человек Вальтера. Он спрятал нас от погони. Очень хорошо. Beni qalayimqalashtirirish kerak. U hech qanday ish qilolmay tashkilotni saqlab qilish bilan bo'lib ketsin. Ben serjant Edilov bo'laman. Poyezd boshqaruvchilar ikkimiz navbatchilik qilyapmiz. Men Amonlik saqlash zapasi atirti Islam ilashi leytenanti asos bo'laman. Oqshom partizanlar hujum qilganda sizni aketgandimiz, serjant. Men hech aketmagan. Navbatchini tekshirib ko'rdingizmi? Yo'q. Menimcha bu mening mas'uliyatim emas. Nayt to'g'ri qilibsiz. Onundan o'zim so'rab boqay. Yenamga hech kishim kirmasin. Uqdingizmi? Xo'p. Отряд başlığı. Еще бери. А ты их где взял, пилот? Позаимствовал заодно с мундиром. А он кто? Это Суровый. Суровый? Какой-то Суровый, говорят, всегда с Вальтером бывает. Говорят. Так может и Вальтер поблизости? Может. Мне бы с ним знакомство свести. Для чего это? Чтоб сказать ему в лицо, что я думаю об этой проклятой диверсии. Скажи мне, я передам Вальтеру. Промахнулся он с этим делом.
Те пути, что на Взоровном мосту, не имели никакого значения. Они в тупик вели, ты понял? А во что это стало? 20 человек лишились. Эх, и погибли-то ни за что. Вальтер не санкционировал эту диверсию. Ах, Вальтер нет? А кто же тогда? Кто? Вот это я и должен выяснить. Ты-то что-нибудь знаешь? Ничего. Я не дежурил сегодня ночью. Но кто-нибудь из твоих должен что-то знать. Кто? Onu oblon bilish kerak. O shu o'chasdagining temir yo'l asra ishchisi. Onunğa telefon berib beqing. Vey. Oblonma? Men. Almadın yana bormi? Qolmadi, aka. Men almadan 5 kilogram almoqchi edim. Kechiring. Alma rastlığı tugab ketdi. O nima deydi? Maxfiy belgiga javob bermayotdi. Sen mi? Ben. Ben bilemem. Kız ol. Biz sakçı idaresinden etraf başlığı efendi. O müşahit kılış gerek. Ben onu hep gitmem. Geçirim. Silah hatalışıvatı silah. Hatalaşış biz amalat saklaş organlarının emas. Belki silahını atı tona. Biz buyruqni icra qilyapmiz. Agar so'rab boqmoqchi bo'lsangiz, starshi leytenant Besovga telefon berib beqing. Top tura. Guvohnomalarni chiqaringlar. Tez chiqaringlar. Qarang. Yaxshi. 1 2 3 Bo'ldi. Eling. Qachon olib ketma? Agar hayotli bo'lsangiz, 5 kundan keyin olasiz. Xayr ketlar. Ketsang bo'ladi. Mayli, kep bo'ldimi? Kep bo'ldi. Walter keldi. Yaxshimisiz? Chapsan chiqinglar. Yo'ldoshlar, ahvolimiz texnik qiyinlashmoqda. Egallagan axborotimga qaraganda Gestapo partizanlarni yo'qotish haqida suiqasd planlagan. Ular aramizga ishbin kirgizmoqchi bo'lgan. Shunga har qanday kishiga ishonmasliginglar, kimiki sizlar bilan uchrashsa, menga xabar qilishinglar kerak. Shuni so'rab baqay. Biz nemislarning aramizga so'qinib kirishni kutib turamdik yoki avval o'zimizni bir ko'rsatib qo'yamdik. Bu haqda kim bilim deyishaylik, giz. Baranka. Biroq xabar bormi? Bizning yangi ishlarga aloqa qilish maxfiy belgimizni menga aytib bersangiz. Bo'ladi. Yangi maxfiy belgini sizga keyin aytib beray. Hozir rayonga qancha odam yetkazmoqchi bo'lyapsiz? 10 odam. Tizimliga bormi? Bor.
balkim yana ba'zi o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. Bu 7 kishining hammasini qo'lidan chandira. Hele qizchaqni menga topshirib ber. Hop, starshий leytenant efendim. Kech qaytibsiz bu. Bugun men navbatchilik qilgandim dada. Men murakkab bir operatsiyaga yordamlashdim. Tönügün ulayını o 7 kişini tutup gitti. Sizge o'xshash qizchaqdan birini etib etdi. Men buni deb nima qilasiz? Düşman xuddi yaratqushning o'zi. Ular sizning yosh yoki qilliqingiz bilan hisoblashmaydi. Bu talvela to'limi rahimsiz. Buni bilaman dada. Bundan keyin ko'proq ehtiyot qiling. Kechiringlar. Ular mening do'stlarim. Tönügün kesh bo'lib ketib, ularni qondirib qolgan edim. Dada, men kichik bola emas. Ularning kimligini bilaman. Bu ularning ishi. Bu tunji qitimliq emas-ku. Ular uyimizga doim kelib turdi. Hatto soat remont do'konimizni uchirishib turdi. Meni ayblamsiz, Ajinka. Yo'q, sizning ularning qo'shindi ekanligingizni ko'rib, chin qalbimdan xushal bo'ldim. Biroq men qilgan nasihatingiz bilan o'zingizning qilayotganingiz o'xshamaydi. Chunki men sizning yoshingizni umid qilaman. Onangiz hayot bo'lsa, shuni arzu qiladi. Anam buni hayron qolmaydi. Biroq siz kishilar bir-biriga o'xshashmagandek, ularning harakati bir-biriga o'xshashmaydi. Ba'zilar dushmanga taslim bo'lib ketdi. Ba'zilar taxit jang qilmoqda. Ba'zi bo'lsa kutib turmoqda. Siz bo'lsangiz qiz bola, shuni kutib turishingiz kerak. Yotoq uyingizga kirib keting. Ma'qul dada. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz sizlar. Ivan qanday qildi? O'ngishliq bo'pti. O Brankin tepdi. Ular soat 10da hamma mehmonxonasi ko'rishmoqchi. Ko'rishgandan keyin Brankin o'z odam tushishi mumkin. So'ray bilan Halit mening yenimda. Yaxshi, qani ko'ramiz. Sizni yalg'ov Valter bilan kim ko'rishtirdi? Kes. Qanday tanishdinglar? Ben komutat qaza olib kirganda Kes, o'rigi Vaful va Mirnalla shu komutatning a'zolari o'tgan. Ularning ichida ishpiyondan birisi bor. Uning kimligini bilamsiz? Yo'q. Biroq cho'qim topamiz. Uchrashadigan joying nerede? Kesning suratxonasida. Maxfiy belgi-ku. Bir navir singlimning suratini cho'ng aytmoqchi edim. Beli qarmoq qilindi. Besoq xabar qiling. Xayr, xo'sh.
olsun. Sizler yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Karmo, chiqib tamoqni yeb ol. Brankini o'ldirib etdi. O'ldirib etdi. Undaqda imanchu. Keyingi ishga kiribdi. Baramal qilib uni qutqizsak bo'ladi. Men baray. Bir meydan jang bo'lib qolishi mumkin. Sorry. Kerak yo'q. Ivan ayt tajribalik. Ivan Brankidin aytgan ahvol fuqaro aytdi. Buni bir meydan jang degandan ko'ra irodani chenoqtirish degan tuzi kerak. Ivan qayerda aloqalashmoqchi? Dorixonada. Siz aspirin bormi? Yo'q, kechiring, tugab ketdi. Tamidon bor. U yaxshi dori. Bir shishi berim. Mana 2600 dinar. Siz nima olsiz? Hech nima. O'ta xalaq qilish bo'lamidi? Peygi tushkin. Keyningizga paydoqchi kiryapti. Mo'ziqni berim. Walter bo'lishi mumkin. Joyli misingizchi? U bir kichik arbab xolos. Biz uni bilan aloqa qilgan odam tutishimiz kerak. O'ng tarafga verib, hada cho'qansinglar. Amur, sen palanpay tosqin, chapsin bo'l. Qisashmanglar. Nega qoldi? Men demedim-mi? Bu chiqim Walterning qilgan ishi. Qisashmanglar. Ivan, bu yoqqa men. Yo'l boshlanlar. Sekren. Siz bu tutulaymi? Ivan, bu yoqqa kelin. To'xta! Walter shu o'xshaydi. Qo'layli. Chamson qo'layli. Tez, siz qo'linglar, chamson.
Çapsan edi. Derhal doktorxonaga apiraylik. Men pikapni kelay. Mana bu yerda. Bu qandaroq? Ahvoli bak nachar. Qon ko'p chiqib ketibdi. Behushiyat qilib bo'ldi. Nihoyat uzoq bo'ldi. Uning sezimi asli kelamasligi mumkin. Bizga uni terga kerak, doktor. Bu jinoyatchini darhol so'roq qilmoqchimiz. Cho'qim qo'limizdan kelishida davolaymiz. Chandra, siz bu yerdan ayrılmay, ularni nazorat qiling. Xo'p, starshi leytenant efendim. Ajinka, uloq deb qo'ying. Operatsiya uyini hazırlsın. Siz ketavering. Ma'qul, endi men ketdim. Xayrli kech Mithat ağa. Xayrli kech Ajinka. Yaxshimisiz? Boyaq kishi kim bo'lib? Bu nemislarning jasusi emas. Partizan. Jazm qila olamsiz? Albatta, nemislar uni jinoyatchi deb qaramoqda. Texnik belgi vermeydi o. Yani kan vermesek bo'lmaydigan o'xshaydi. Ne görürsüz? Chiqib xona kiray. Kendim al. Bo'ladi. Qo'lchirig'idan bir qanchani tepib keling. Chapsan bo'ling. Tez. Chapsan bo'linglar. Bo'ldi. Nima kasalliklar o'lgan? Jigar qilish kasalligi bilan.
Mana qol chirg'ini olib keldim. Operatsiyani davomlashtiringlar. Ayaqlaşdı mı? Ayaqlaşdı. O öldü. Anamni kalmıştı gülle. Yaramaz bir nimele. Durunla. Yaxshimsiz. Yaxshimsiz. O qandoq. O'shiq keldi. Onunla so'zlashingiz bo'ladi. Kesinin sirayatxonasida uchrashdi ekan. Nemislarning jasusi yolg'on Walter tashkilotimizga so'qinib kirib oldi. 510-polik Sarayevoga keldi. Motosiklet polkining komandiri podpolkovnik Hagen buyruqqa binoan sizning qo'mondonligingizni qabul qilaman. Hagen efendi, sizning polik shtabingiz vokzalga o'rnashsin. Temir yo'l liniyasining sharqiy qismidan qattiq qo'shar bo'linglar. Bekatar qismi Vishegradgacha jami 130 kilometr keladi. Birinci rota, ikinci rota, üçüncü rota, birinci uchastkega mas'ul bo'ladi. Qolgan qismlar ikkinchi uchastkega mas'ul bo'ladi. Yarim soatdan keyin rot komandirlari polk shtabiga kelib ahvolni ma'lum qilsin. Salohiyat guvohnomangizni ko'rsatdim. Kirim. Kirim. Yaxshimisiz, Choski? Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Gumonliq odamlar chaliqdimi? Buningga kimni petini olsin? Shundoq deb qo'shin kelgan tursa. Xayr, xo'sh. Guvohnoma. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men saqchi idorasidan, ismim Choski. Bir ashingiz bormidi? Rentgen tushmoqchi edim. Kiring. Oilangizda o'pka tuberkulyoz kasali og'riqlar bormidi? Bor. Tag'am og'rigan. Qachon? 2 yil burun. Dal mush faslda. Sizle qarshi olamiz, Stil. Stil keldi. Yaxshimisiz, Birot? Yaxshimisiz, Stil. Qanday xabar olib keldingiz? Nemislar O'g'izonni qamal qilib oldi. Biz saqchi idorasidagilarga gumonli konsullarni darhol qo'lga olish haqida buyruq tushirildi. Motosiklet polki nimshi qilib ketdi? Temir yo'l liniyasini qo'g'dash uchun ketdi. Demak, ular temir yo'lni ishlatganda. Ehtimol. Temir yo'l ishlatsa, nima to'shidanda? Bilmayman. Balkim bu loper harakatni tayyorlab bos kerak. Balkim shundaqdir. Biror ahvol bo'lsa, men vaqtida xabar qilasiz. Bo'ladi. Ya'ni shpam. Ba, nemish? yolg'on Walter haqida.
Bu haqda hech qanday jipiç yo'q. Gestapo bu ishni batmaqbet tutmoqda. Cho'qim biror jipiç tepishingiz kerak. Hozir bu komitetga 4 kishi qatnashibdi. Xainning kimligini topmay bo'lmaydi. Saqchi idorasiga arxivda bu haqda material bo'lishi mumkin. Men cho'qim bir amal qilib tekshirib chiqaman. Men ularning ism familiyasi, taqi turqi va kasbini aytib bering. Bo'ladi, Setel. Buni sizga aytib berman. Shubhisizki, aramızda hain bor ekan. Gestapo hammadan xabar tepdi. Birankining tizimlikdagi yo'ldoshlarning hammasi qo'lga olindi. Meta o'ldirildi. Biranki aytib o'tildi. Biranki xatolik o'tkazdi. Sizlar shuna qildinglar. Sizlar buyrug'imga bo'ysunmadinglar. Biranki menga uftirmaylar, o'z oldiga Ivan bilan uchrashdi. Borgi. Siz bu ishni bilib turg'liq. Menga amdili da'vatsiz. Ivanning qanday odamligini bilamsiz? O nemislarning jasusi. Men ishonmayman. O partizan. Siz qanday bilasiz? Men tekshirdim. Qanday tekshirdingiz? Ivan nemislar tarafidan yaralangandan keyin haliqi qiz ishlaydigan doktorxonada o'lgan. Buni menga shu qiz aytib berdi. Agar o qizni oldigan bo'lsa-chi. Mumkin emas. Hamma odamni gumonlansa bo'lmaydi-da. O sizning sevginingizmi? Shundoq. Buning karoyati chog'liq. Uning dadasi tajribali partizan. Onun ismi nima? Sedir Kapitanovich. Satrimitukning xo'jayini. Sedir Kapitanovich. Shundoq. O tajribali partizan. Men uni taniyman. Onun qizi bilan biz so'zlashib baqsam deyman. Bo'ladi. Bugun kechda o guruhimizning harakatiga qatnashadi. Yana boshqa odam kelibdi. Ishqlashma. Ular ikkinchi bosib kirdi. Yo'shaninglar. İşiniz battı. İşkin ayetlik doğumunu görmediniz mi? Menimcha o'chirtak turdi. Siz nima ish qilmoqchi? Bir navbat singlimning sirtini cho'ngaytmoqchi edim. Ko'p ish bormi? Bor. Agbaysi bor. Ma'qul, sal turib keling. Men Minsk ko'chasidan kelishim. Keynimga paylash kirib oldi. Shuni ajabim bezar qildingiz-ku. Mushundaq chaq to'g'rilab kelganingizni qarang. Biranka, mening mushakilishimni aytqandi. Ismingiz nima? Pilot. Birar kishi qo'ng'iroq chaqib vasim bo'ladi. Hey, ishnoch! Biz charlashib turibmiz. Ha, mana. Surat tushgandek bo'lib o'tirdim. Ha, mana keldim. O'sha atrofda bir askarimiz o'ldirilibdi. Bu ishdan xabarimiz bormi? Ha? Xabarim yo'q-ku. Bu kim bo'ladi? Mening xaridorim. Ishlaydigan odam bormi? Yo'q. Bu nima? Suratchi shu uy. Kirib qarab baq. Ishsiz odam yo'q-ku. Bu yerga nurg'un odam kelganda qiladi-ku. Tijorat vaqtida bu yerdan odam uzilmaydi. Bu anamon chiqa. Yo'q. Qo'lini ko'tar. Bu nima? Bu nima? Men odat xaridandan chiqni aqtmayman. Uyni uzib kesin aqtiringlar. Tez! Ehtiyot qiling. Bu san'at bo'ymi? Haqiqatan tarbiya ko'mib kenda.
qiladigan bo'ldi. Bu-chu, ha? Bu nima? Bu surat cho'ng'atish apparati. Nima? Uni bu kim qo'yib qo'ydi ekan tong? Nima ish? Gestapoga boramiz. Aytmanglar. Psixologik yavishib qoldingizmi? Mening mijozim shundoq. Yan tarafda ko'chini bilamsiz. Emsa, shu qadamdan keyin qochamiz. Rasulib ketdi bu. Oy, ajabmi qattiq tepib o'tdi. Voy, tishimni tushirib tasli qoldi. Ha, unutib qolma, tushdiki uni hisob olamiz. O atraf boshqamiz tursa, unda qilish qadimmi? Bo'ldi. Gapni oz qilinglar. Nemislar gap qatcha taq bo'ladi. Tez mangayli. Diqqat! O'ngga buril! Qadamlab marsh! Mirna, o Beyrut bo'ladi. Biz birga qochib keldik. Nemislarni suratxona mush kishi boshlab ketdi ekanda. Ular tasodifiy kelib qolgan gap. Sizlar tezlik qachalabsizlar. Shundoq. Hozir qayerdan kelishinglar? Ko'chadan qochib keldik. Qo'zg'inglar ochdimi? Bak eshib ketdi. Unda hammasi qiladi-ku. Bizga yeydigan bir narsa akasang-chi. Endi yordamlashgin. Ma'qul. O'tirib tur. Onu bu yerga boshlab kelmasang bo'ladi tekis. Nemishqa? O maxfiy belgini bildigan tursa. Uning kim aytib beribdi ekan? Brank. Bu maxfiy belgi ishonchlik emas. Beyrut ishonchli odam. Uning nemislarni qanday qoplaganligini ko'rsang eding, uning ishongan bo'lading. Nima izlayapsiz? Tamaka. Avval tamoqni yevaling. Tamaka kiyim tikish mashinasining ichida. Siz Brank bilan burilib tanishamdingiz. Onun qo'li meyib bo'p qilishdan burilib tanishatdim. Uning xabarini angladingizmi? Yo'q. O o'ltirib etildi. Bu xabardan ajablanmayapsizmi? Ba'zan hayat tushirayotgandan ajablanyapman. Uning bilan oxirgi qatim qachon ko'rishgandingiz? Meni so'roq qilyapsiz nima? Ishonmasanglar harakatimdan sinab ko'ringlar. Sizlar biror ish qildira olishmamsizlar? Albatta. Bizni hech qilmaydi deb o'ylab qolmang. Siz shuni ko'ra olasizki, bizning yo'ldoshlarimiz kurash qilmoqda. Bu avtomobillarni ko'ydirib o'tish qiyin tushmaydigan bo'ldi. Yaxshi. Signal berib.
Жүрің, Ашенька. Aşinka! Aşinka yakın gelme! Borgi! Tez gitsin! Borgi! Aşinka! Kim aldığı çıksa, itip taşlandı. Hiç kaysana aldı çıkmalı. Aldığı çıkmalı, bombası eti tutun. Aldığı çıkmalı, bombası eti tutun. Hiç kaysana aldığı çıkmalı. Aldığı çıkmalı. Oğlum uyada yatkan dursa. Aldığı çıksınız itip tutun. Duruşni yana bir qıtım oxub berim. Hop efendim. Sarajevo şehrinin kuralları, sizlerge okuturuşuna ahir qıtım oxub ötüme. Ölgüçilerinin atanları, yaki uğruq tutan tasmuraderleri cesedini derhal erketinla. Yeni bir qıtım tekrarlayım. Germaniya Koşev Komandalı Ştabı'nın okuturuşu. Sarajevo şehrinin kuralları, ölgüçilerinin atanları, yaki uğruq tutan tasmuraderleri cesedini derhal erketinla. Komandalı ştabı Sarajevo şehrinin kuralları ahir qıtım üçün jakalaydı ki, ölgüçilerinin atanları, yaki uğruq dost biraderler cesedini derhal erketinla. Старший лейтенант. Жүріңлар. Дикkat! Оңға!
maxfiy aloqa qilish belgisi havo guldirilmoqda, chaqmoqda. Bu belge şeritsiz ağan ekan. Bo'ron chopqin kelyapti. Sedirga oid ahvolni qo'lga tushiraldingizmi? Sedir nihoyat hurmatga sazovor kishi ekan. Uning soatlar muddukini partizanlarning nihoyat muhim aloqa qilish o'rni bo'lishi mumkin. Nihoyat yaxshi, uni obdan nazorat qilaylik. Unda qisaq bo'lmaydi, Besov. Hozircha uni chechitib etmaylik. O bizning onu sezib olganligimizni bilmaylik qolsin. Sizning valtiringiz Gestapoda ishlaydi ekan. Bu mümkün emas. Men bu valtir uchun ishlayapman. Bu ikki valtirning hamon birsi yolg'on. O zot kimdir? O sizning piyangiz tushganmidi? Bununla diqqat qilmabdim. Siz bizga yordam qilishingiz kerak. Qanday yordam qilaman? Buni ilib, biz bilan aloqalashib tursiz. Vurma, Mirna. Nemishqa? Uni vurma. Nag varsiz? Agar bir so'rab qolsa, meni Sarayevodan ayrildi desingiz kifoya. Vapol bilan gez qilmay hech nima demang. Aman bo'ling, Mirna. Hamdiki ish sizga bog'liq bo'lib qoldi. Güldürülmekte. Çakmakta. Şundak. Boran çapqın kilovatıdı. Ben partizanlarning aloqachisi. Walterga topshirib beradigan Lofer harakati to'g'risida muhim bir axborot bor edi. Bana berib qo'ying. Bununla yetkizib beraman. Bu qat'iy maxfiy axborot. Walterning o'ziga bermasam bo'lmaydi. Uni aytib qo'ying. Soat 5da mechit oldida uni kutaman. Maxfiy belge burunqidek. Bo'ladi. Soat 5da mechit oldida. Walter emdi qo'limizga tushadigan bo'ldi. Qanday qilish kerakligini bilamsan? Bilaman, polkovnik. Esingda bo'lsin. O maxfiy belgega javob bergan emas. Bizga signal bergan. Yana 20 minut bor. Yaxshimisiz? O'tgan oyda tag'in bir soat etkab berdi. Hurmat qilib qo'ydingizmi? Nim markalik? 15 tashliq bo'lmagan markalik soat. Karmo. Mal soatni yuvib chiqqan. Bu yerga nima ish keldingiz? Odatga ahol men bilan aloqalasangiz bo'lmaydi-ku. Hozir ahvol bek jiddiy. Ular mechit qapqa qurib qo'ydi. Polkovnik Fon Tetris o'z qo'mondonlik qilyapti. Bir cho'ng ish yuz bir qilishi mumkin. Baya bir aloqchi Walter bilan ko'rishish uchun ketdi ekan. Soat 5da mechit uchrashmoqchi. Aloqchi dedingizmi? O yolg'on aloqchi. Ular Walterga qapqa quribdi. Mondaqda. Tushundim. Walterga darhol xabar qilibdim. Qanday xabar qilaman? Hozir uning nerligini bilib bo'lmaydi.
Bu quyunning o'zi. Bir joyda muqim turmaydi. Vaqt to'shaylab qapti. Bir amal qilsak bo'ladi. Siz mas'uliyatingizni ado qilib bo'ldingiz. Bu ishni menga topshiring. Qayerga borasiz? Tergayimga borman. O'zingni ko'proq asirib. Boshqalarga erishim yo'q. Uqdingmi? Uqdim. Men Mervetma ismli bir yerda 20 gram oltin qarzda. Agar u hayotli bo'lsa, qaytarishni unutib qolma. Ma'qul efendim. Kech kirgisi qaytib kelamsan. Ochqishni ukamga berib qo'ydim. Onunla nima deb qo'yman? Acitsiz. O tushundi. Siz uchun nima ish qilish bersam bo'lar? Acitsiz bolam. Obdan ishla. Önəni yaxshi uygan. O sana ömürvayet esqatıdı. Ömürünü beyo'da o'tkazmagin. Yaxshimisiz? 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 Walter qani? O mendan bir parcha xat avatdi. Nima xat? O har ikkimiz uchun oxirgi qitimliq.
Yo'qqa, atmalla. Tez. Tez bulunlar. Onu kaçırtmayınlar. Onu derhal tutunlar. Tez bulunlar. Çapsa bulunlar. Ular keçip ketdi. Ularning ichida Walter'im bor. Bu qatimini qochib qo'ysa hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, to'g'ri qilmanglar. Siz qo'linglar. Hozir yana qanchalik may bor? Doklad polkovnik, may Veshgorodga berish ketdi-ku. Aytib bertingchi, Veshgorodga qachon yetib bora olamiz? Bu suratda maqsad yana 20 soat yetib berishimiz mumkin. Veshgorodga yetib berishdan burun qo'shin dam olmasin. Fonteteras xabar bering. Qo'shin at tong saat yetib boradi. Xo'p, polkovnik. Korpusning Brunovik qismlari Veshgorod qarab ilgirlamoqda.
Bu mesafe tahminen 300 kilometre keladi. Olar saatiga 25 kilometre sürat bilan ilgirmoqda. Vishgorodga tong sarda yetib keladi. Hammani xabar tepibsizlar-da. Men sizlarga xabar qilib qo'yish uchun kelgandim. Siz xush xabar olib keldim deb o'tamsiz. Agar undaq bo'lib chiqmasa-chi? Nemish qundaq bo'lmaydi ekan? Ular chekinayotgan to'sa. Bu Lofer harakatining bir qismi nima? Bu hozircha bizga noma'lum. Ular yana bir qitim hujum qilam deya. Bu vaqtda har xil qiyas qilib chiqib bo'ladi. Ularning zodi nima ishlarni qildiganligi bizga noma'lum. Men muhim bir ish uchun qo'lga tushadim. Bu bizning xonni tepishimiz uchun foydali. Qanday ish uchun qo'lga tushadingiz? Komitetning bir a'zosi bultur keng ko'lamlik bir qitimliq harakatda qo'lga olingan. Keyin qo'yib berilibdi-kanmi? Shunda. Bir oydan keyin qo'yib berilgan. Biz ehtiyotchan bo'lishimiz, yana tekshirib ko'rishimiz kerak. Siz mas'uliyatingizni ado qilib qo'ydingiz. Keyin ishlar bizga qoldi. Ma'qul. Ey, Gulsotima! Qaranglar, nima degan chiroyli gullar. Gulsotima, gulinglar. Ey, alamsiz. Ey, Gulsotima! Bilalamsiz. Qarang, bu gul nima degan chiroyli. Xonim, bu guldan bir dasta ep qo'ying. Oltingizni qilamsiz. Azam berim. Olmayman. Soat alamsiz. O'quvchining kendim men. Sizni menga qaytib kelmasam kim deb tikanman. Meni unutib qolmaganligingizdan intayin xo'shalman. Meni nima qildingiz? Komitetinglarda qancha odam bor? 50 necha odam bor. Dushman ularning ismini qo'lga tushiribdi. Ular endi bu yerda turibas bo'lmaydi. Ularni ozod rayonga yetkazish kerak. Bugun kechlik yo'lga chiqadi. Men mang'amdimi? Walter sizni bu yerda turaversin deydi. O yana bu kishilarning tizimligidan uningga bir nusxa berishingizni aytdi. Ma'qul. Yes, pul topshirib bering. Mağarada saat 10'da ormanlık çıkılsın. Dikkat kılın ki bu işini geç bilmesin. Nemişka? O hayırlı kaldı. Geç. Ben işenmeyim. Şunu demem siz. Adamdan işenimiz gelmeydi. Geç Allah burallah Gestapo tarafından kol elinetken. Onun hazır nerlikini bilemsiz. Domlatın top sarayının üstündeki kartada. Yaxshimisiz Kosman? Meni berasizmi? Yo'q. Men bir aytib baqay. Qanday etishni o'rganib oling. Qandarak, ha? Qolsiz usta ekansiz. Qo'lingni ko'tar. Bu qanday ish? Sizlar zodi kimlar? Bu nima qilganinglar? Men tushuntirib qo'yay. Buyurun. Qayerdan kelishimiz? Ular sizning do'stlaringizmi? Ularga mening kimligimni uqtirib qo'ying. Men uqtirib qo'yman. Buni o'tirgan joydan tepib oldik. U nima? Bu o'zingizga yan, sizni turmada qo'yib berishga onamsi. Qalaymiqqan so'zimni sanglarchi. Men shuncha ish ko'rib, turmning darvosini ko'rib boqmagan. Undaqda bu kartoshkani ko'rgan bo'g'aytdingiz. Bu odam mening himoyamda. Eslar armiyasining starshi leytenanti Bisop, Gestapo. Elishib qolinglarmi? Bisop degan kim? Men bunda qismni anlab boqmagan. O'yiningizni yig'ishtiring. Kes. Biz hemen iniqlab chiqdik. Qo'limizda dalil isbot bor.
Bunu elip algın. Onu qanday qilmoqchisizlar? Bu jazoga tortiladi. Uni so'roq qilamsizlar. Bu ishda og'irlashmang. Birər so'rab qolsa, ona g'oyib bo'ldi deb qo'ying. Bizim kelgan bo'ling. Tushundingizmi? Xotirjam bo'ling. Shortma. Men Domulat'ın top sarıyı. Malını yola saldık. Hem iş joyida. Short konterini chaqirdi. Short konterini chaqirdi. Men konter. Ular qiltaq tushdi. Kes ojuqtirib etildi. Men bugun kecha o'rmonliq bordiganlarning tizimligini bering. Yana bir qatim takrorlayman. Ular qiltaq tushdi. Kes ojuqtirib etildi. Men bugun kecha o'rmonliq bordiganlarning tizimligini bering. Tizimlikni hozirlab beramiz. Bir nusx ko'chirilib, asl nusxasini ko'ydirib eting. Xo'sh emasa. Hayır gitler. Dokulat polkovnik. Ular qiltaq tushdi. Kesqib bergan guvohnomani sizib qilib, uni ujuqtirib etdi. Nayt yaxshi bo'pti. Short bunday keyin texmi ishonchga erishadigan bo'ldi. Eliq tizimlik qandoq bo'ldi? Tayyor bo'ldi. Mana bu yer. Shortga bir nusxa evatib berdik. Tizimlik ichida bizning odamlarimizdan qanchasi bor? 5 bor. Bu ularning mas'uli. Favqulodda xizmat xodimi, Okvaris. Sizlar partizanlar rayoniga nihoyat o'ngishli qoldi yetib borsizlar. Sizlarga chaqilmasi to'g'risida harbiy qismlarga buyruq tushirildi. Undaqda hech qanday qiyinchilik qolmabdi-da. Biz sizdan nihoyat zo'r umid kutmoqdamiz. Xo'p, polkovnik. Sizga utuq tilayman. Rahmat. Yürüyüşten buraya yetip aralarmısın? Bilmeyim. Ben sizlerini alakçı tapşırıp vermem. Sizlerini şu adım başlatmamadım. Alakçı nerede? Avyakta. Mağaylı. Kolunu küte! Kur'an taşla! Oldu, biz koşadık koptuk. Kolunu düşürüş! Sizlerinin katveşanı kim? Ben. Adımını kança? Özün sadan olmazsa. Tülüngtan! Serjant efendi, ulanı kanık bir taraf koyunuz. Hazırda bir taraf kılıp bitimiz. Ulan sıra kaldı mı ikilala? Hemmesini etütümüz. Geçip taşlayımız. Serjant efendi. Serjant efendi. Ben nemis ofiseri. Ofiseri dedi ama. Ondaqtı ben, Churchill bulumen.
Siz bilan chaqchaq qilayotganim yo'q. Meni komandiringiz bilan ko'rishtiring. Men bilaman. Bu kişinin aytishicha, o nemis ofiseri ekan. Men Germaniya SS-lar armiyasining melodishi leytenanti. Sizlar kechirgisiz xatolik o'tkazdinglar. Bizning planimizni buzib etdinglar. Bu partizanlarni to'smaslik haqida buyruq tushirilgan. Bakma afsus, men bunday buyruq topshirolmadim. Aniqlab baqsangiz bo'ladi. Hozirla Sarayevodagi Gestapo bilan aloqalashib keling. Aloqalash maxfiy belgisini men deb beray. Tizman. Qo'ya qo'y. Doklar. Bu soltakning cho'g'dan bu tizimlikni tepib oldik. Bu tizimlikni Gestapo yozgan. Bu kishilarning orasida bizning odamlarimiz bor. Cho'qim aniqlayman. Odamlaringizning ismiga belgi ko'rib qo'ying. Bu 5 adamdan başqalarını. Hemmisi partizan. Ulan itiversiniz bo'ladi. Milatchi leytenant efendim. Mening qilig'im dal aksicha. Shundaqmi? Sizlar nima degan chaqqan, ha? To'g'ri. Efendilarning holidan obdona xabar ol. Yaxshi qilding, Malik. Nayt yaxshi oldu bo'ri. Malik, ulan azat rayonga ep bag'in. Yo'lda naqsh to'latmasanglar bo'laverdi. Nemislarning buyruqi bor. Sizlarni hech kim to'samaydi. Meni ko'rib chiroying unut ketdi-ku. Kes. Sen de hayatım. Gördün ömlep chiqdim. Seni ishonmay qolmasin deb bir do'stimni bilib keldim. Birot. Bu neymiş? Kesne. Hain demganmidingiz? Sizlarning qiltiqinglarga taqobil turish uchun shunday deb qo'ygan. Sana şunu deb qo'yayki. Sening hammasidan xabar topdik. Sen bultur qo'lga ilinganda Gestapoga taslim bo'lib ketsan. Sen yana bir nemis jasusining Walter degan niqob bilan qo'shinimizga so'qinib kiraverishga yordam berding. O'zing xoin turug'liq, qasddan meni xoin deb ayblading. Walter sening damingga tushibdi. Seni o'ldiribman. Branka, Mita, Borgilsin. Senin satqınlığın tüpeyledin öldürülgen barlık yoldaşlarımız için. Oldu kız kes. Mende nemi çare? Başka amanı yok. Bu çağda bunda kımmaktan başka çare yok idi. Ulan men ölgüden kıyın edi. Mening ya canım çıkmadı. Men sana çedi yapmadı. Bundan kıynaşık her kişim çedi yapmaydı. Men de bundan kılmaktan başka çare yok idi.
Göz yaşın bizni aldayamaydı. Ular meni shunday qilishga zo'rladi. Menda boshqa yo'l yo'q edi. Endi tanlasang bo'ladi. Ma'qul. Hayot qoldig'anlar bo'lsa. Nima qildi sangli mayli? Sana sırtmaktan başkası uçup gidiyordu. Sizlar uchun ishlasam, menga yordam qila olamsizlar? Bir nima demoqdasiz? Bu taqdiringni o'zgartirmasligi mumkin. Biroq sinab ko'rsak bo'ladi. Men nima ish qilib beray? Yalgan Walter bilan qayerda ko'rsatdim? Xumdonda. Xo'jayini bilan ko'rishni talab qil. Walterga oid muhim axborot bor ekan. Neymiş qildiganligini o'ylab bo'ldingmi? Bu chaqchaqliq ish emas. Short konterini chaqirdi. Konteri yo'q. Men yetkazib qo'yay. Daveri. Walterga oid muhim axborot. Yana bir qatim takrorlayman. Walterga oid muhim axborot. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman degan. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman. Yana bir qatim takrorlayman. Bir soatdan keyin uni xumdan kutaman. Tugdi. Bu kelmabdi bu. Signal be. Aldıqaraq berib ulanıb tutdular. O neymiş kelmeydi. Miladi şeyletnat. Tushib qarab biqin, neymiş bo'pti. Oңaşlık mı? Oңaşlık. Kilolar hiç yokken. Kemal. Tez mi aydı? Onu qana qılımız. Karın bomuzun.
qilma. To'xtab turingiz. O'q chiqarmang. Men tushirdiray. Әмеш жайдымыз фон. Шындақ, полковник. Yetip kelgenlikimizden fon teteriz құқтырып қойың. Лофер әрекеті başlansı buludu. Şehir tiyadarların toçunun başında polkovnik efendim. Vaziyet hali yaxshi bu, ha? Shundaq, yardarlar uyga qaytadigan bo'lib deb o'ylab qolyotirdi. Askarlarning taqdiri o'zgarib turdi. Agin efendi, bu ularning urush boshlangandan buyon tunji qatim oldin ish emas. Menimcha bunday qilish tamamen hojisiz. Bu temir yo'l liniyasi nihoyat bexatar. Bisov Sarayevodagi partiyalar tashkilotining to'liq betchit qilib o'tilganligini aytdi. Menimcha ular bizga hujum qilolmaydi. Ben azaldan qiyos bo'yicha ish ko'rgan emas. Men tavakkulchilikni yoqtirmayman. Hozir mushundaq qilishimizni 100% bexatar deyishga bo'ladi. Haqiqatan bak yaxshi bo'ldi. Yardarlar poyezdda hujum uchirmaydi. Poyezd qachon qo'zg'aladi? Soat 10larda qo'zg'aldi. Ha. Agin efendi, har qanday ishning aniq vaqti bo'lishi kerak. Poyezd soat 10:20 minut o'tganda Mayskilotiga berib bo'lishi kerak. Xo'p, polkovnik efendim. Poyezdni tel soat 10da mangdiraylik. Bisov, kontrdan xabar bormi? Yo'q, akşamdan buyon xabar yo'q. O bir peşkere uçurganmı diye. Onun yo'q degili bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Karingiz bo'lmasin Bisov. Bizning hozir kontrol ko'ngil bo'lgudek vaqtimizmi yo'q. O endi biz uchun muhim emas. Hozir muhimi may. Men Mayskilatda pikap bilan boray. Siz poyezd bilan bering. Soat 10:20 minut o'tganda Mayskilatda sizni kutaman. Hayda. Yaxshimisiz? Ha, yosh do'stim. Qanday yaxshi narsa olib keldingiz? Qo'rma keldi. Qo'rma? Ajab mezlik purab ketdi. Go'shmi bakango? Azroq yeb qo'yamsiz. Undaqda pek yaxshi bo'ladi. Amiz taqsid kelay. O'qishingiz qandaroq? O'qishimmi? Nihoyat yaxshi. Albatta shunday bo'lish kerak-da. Maliyat yordamlashgina. Sal tur, ma'qul. Cemi 20 vagon. Paraoz xodimlarining hammasi nemislar. Şoförning ismi Renat. Poyezdning qachon qo'zg'alganligini bilmayman. Agar yo'nalish o'zgarmasa, poyezd yo'lga chiqib 18 minutdan keyin Bestrikadni o'tadi. 18 minutdan keyin? Esanda tut, 18 minutdan keyin. Sizlarning navbat xodimlaringiz deyman. Norfoma? Ha, men Chandra. Bana 15 avtomobil kerak. Hazır lazım mı? Ha, ciddi vazife var. Saat 11:20'de Mayskilatga yetib borsin. Qurolli qo'g'dishda kerakmi yo'q? Yo'q, kerak emas. Biz may to'shimaymiz. Nima to'shaysizlar? Bu ishlarga aralashmagin. Bo'lamdi, xo'shamsa.
ketme. Poyez boshqaruvchiga kesdim birni ber. Ma'qul. Mana e'lon. Disney. Ularga tezdan xabar qiling. Poyez dal soat 10 qo'zg'aldi. Yardarlar poyezi Bisterika vokzalida o'tmabdi. Emis ular qayoqqa ketgandi? Bisterikadan 3 kilometr yiroqlikda Mayskilga boradigan yana bir temir yo'l bor. Chandraning telefon xotirasini yana bir qatim tadqiq qilib boqaylik. Avtomobil 11:20da Mayskilga yetib bordi ekan. Ularning vazifasi may to'shish emas ekan. Yardarlar to'shiydi ekanda. To'g'ri. Poyezddan yarda to'shishi ko'z bo'yamchilik. Ular yardarlarni avtomobilga qaytarib kelib, poyezdni Mayskilga qapirmay qochilab, korpusning birovning qismlariga yordam bermoqchi. Atalmış lofer hareketi mana shu. Getler. 126 numaralı poyez Yardarlar'ın Mayskilga yetib keldi. Yardarlar 25'in içinde poyezdin şirilsin. May poyezi 1 saat içinde yo'lga chiqsin. Siz Yardarlar bilan bu yerga qilib keling. Buyruğunuzda qilchi yoqtirgan holda ijro qilaman, polkovnik efendim. Oncha olay hissiyatga berilib ketma. Hozir mening qiziqadiganim Yardarlar emas, balki yiqilg'u. Buyruqni ijro qiling. Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Vagonun üstüne çıkla! Chandira'nın avtomobilleri yeni 5 minutga yetib keldi. To'xtanglar! To'xtanglar! Avtomobilni to'xtatinglar. Nima ish? Kechiringlar, yo'l buzilib ketdi. Hozir o'ngshavatimiz. Etmasak bo'lmaydi. Jiddiy vaziyatimiz bor. Emis astaroq qaydanglar. Qattiq ehtiyot qilinglar. Ma'lum orliq qoldirmanglar. Kimdikilar diqqat! Ma'lum orliq qoldirmanglar. Menglar. Nimanchi asta, emish qilayotganda. Buni oyat qolganlarga ko'ra oladi.
Baltır hem şunaq deydi ekanmish. Buni qanday bilib olding? Men deb ekan. Manga shu gapni deb beramsiz. Sorry. Baltır qandaroq adam? Sana o'xshashda adam. Chiroyliqmi? Ish qilib mendek sat emas. Nayt aqlliqdir. To'xtanglar. Avtomobilni chiqinglar. Agar u aqlliq bo'lsa, bunaqa ish qilib yurmaydi. O mening karamat odamligini bilish kerak. Buni dedingizmi? Kechir. Unaqa deyishni unutib qoldim. Buning o'zi ham deydi. Bo'lamdi so'ring. Bu yaxshi maslahat bo'ldi. Toza ko'tarilsin. Nima? Yurib. Baltırni menga cho'qim tanishtirib qo'y. Bo'ladi, kes. Meni aldab qo'ymang, ha? Qur'on o'qib teringlar. Diqqat. Hey, to'xtanglar. Shunlar. Qur'onni topshiringlar. Tezroq. Boralimizni nemish qilib olsizlar. Bu buyruq. Biz shopir tursak. General bo'lsangizmi o'xshash. Qo'llarni kitinglar. Ma'nolar. Saranga chaqmaq bosib topshiringlar. Bo'ldi, chiqinglar. Haydanglar. To'sa ko'tarilsin. Nima? Reynatigan qaysinglar? Ben shu. Güzel başlık çakırdı. Hammanglarni basın deydi. Men bilemenglar. Giringlar. Kechiringlar, kinolar kerak bo'lib qoldi. Ofiste degeni bo'lsin. Hayl gitme. O hissiyatga bek berilib ketibdi. Bu bir yarim asada davlat mudofaa armiyasining tipik vakili deysingizchi. Bunday odam qalblik jang qilolmaydi. Bu gapingiz rost. Bu o'zini shopni chiqib ketdi. Pishtamoq baka. So'rayib bering. Mush pishtamoq bilan bir qancha o'zimiz taqobil turgan bo'ldi-da. To'g'ri, mush pishtamoq bilan. Agin efendi, vagon bekar bo'ldimi? Hamma narsani tushirib bo'ldik. Yardarlarni avtomobilga chiqaringlar. Siz bu yerda qat qilib, poyezd mengib bo'lgandan keyin ondan ayriling. Poyezd mengish signal bering. Haydanglar.
kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Hech kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Hech kimning poyezdini tushishga ruxsat yo'q. Vagondan chiqinglar. Ishga kiramaydigan bo'ldik. Qanday qilamiz? Bir amal qilamiz. Qanchalik vaqt bor? 5 minutdan keyin qochilinib bo'lib. Polkovnik Vansilov xabar qiladi. Doklad polkovnik. Fond adresidan xabar keldi. Poyezd hozir yo'lga chiqdi ekan. Nayt yaxshi. Sizning poyezd qachon yetib keladi? Yo'lda tasodifiy ahvol yuz berib qolmasa, ko'p degandimi 5,5 soatda kep bo'ladi. Sefot. Bundaq nesbas perezlarni qilmasingizchi. Her qandaq ahvol yuz bermaydi. Sadi yuz bermaydi. Bilishimiz kerakki, biz bu joydan tezroq ketib bilishimiz kerak. Qarang, biz bu yerda xuddi qarg'ich maydonidagi nishonga o'xshash turmoqdamiz. Dushman aeroplanlari bombardimon qilib qolgan bo'lsa, bizning sharaf qo'shinimiz keraksiz po'lat to'siga aylanib qoladi. Ahvol mana shundoq. Polkovnik Vansilovga menda salom aytib qo'ying. Ati uni Saraybda kutaman. Tezkere bitiver. Odam bormi? Qutqizinglar. Teroga signal beringlar. Poyezdni tezda to'sib o'dinglar. Poyezdni tezda to'sib o'dinglar. Teroga signali. Teroga signali. Bestrika vokzalını olabilirim. Ben podpolkovnik hakim bulaman.
Yardarlar poezni derhal to'singlar. Shundoq, derhal to'singlar. Amal yok, tırmız tutup kaldı. Eskini qara. Ablah, nima ish to'xtatmasa? Paravuzda darhol ishg'ol qilinglar. Miymanni dergohga uzatdi. Afsuski qurolni olish shiramidi. Kirulana, çabuk. Şükret şeyde param yok. Şeyde pasak bağda, o yeri bağımlı uzak oldu. Partlatqıç doğru olmasa partlatqın olamı? Buni hayat qag'alini ko'ralaydi. Yes, hozir surat bizaydami?
Ben polkovnik Fornat. Buyruq binoan vazifangizni o'tkazish uchun keldim. Berlinning yo'l yo'rig'ini topshirib oldingizmi? Topshirib oldim. Nayt yaxshi. Ondaqda tushundirib o'tamay. Bu millatchi leytenant von Ashist. Boya Gestapo xodimi Verdemit efendi. Ola sizga hamroh bo'lib qaytdi. Buyurib, bana va'da bergan qishni bejirmdingiz-ku. Men lazimni turma. Endi meni aldım, Walter bilan bugun ko'rishmasam bo'lmaydi. Walter ana oldin turmamdi. Sarayo'ga kelgan kundan e'tiboran Walterni izlab hech yerda topolmagan edi. Endi bu yerda ketish oldida uni oxir topdi. Walter zot kim? Onun haqiqiy familiyasini menga aytib beringchi. Sizga cho'qim aytib beraman. Bu shaharga qarab. Bu shaharning o'zida Walterga